Servislarimizni tez kunlarda yangilik bo'ladi, bomba yangiliklar bo'ladi, skidkalar e'lon qilamiz nasib bo'lsa inshaalloh. Bizdan uzoqlashmaylar. Qo'yib boramiz. Xo'p, sizlar bilan obzorni boshladik. Servisimiz obzorini. Ruxsat bersangiz, servis obzor qilamiz do'stlarim. Xo'p, bu tomonlarini polni klientlar uchun divanga taxladik. Nasib inshaalloh bitta kuller qo'yamiz. Divanni qo'ydik. Polni perigovorlashiga bitadi. Nasib bo'lsa, Xudo xolasa, bu tomonlarni oyna qildik. Chiroyli ko'rinish uchun rombiklar qilib, bu tomonni kladovka va hokazo. Bu tomonni spoterlar, podrov qilayotgan polni narsalari bo'ladi. Yana mana kamchiliklari bor. Polni zapchastlari bilan taxlab boramiz qilayotgan ishlarimizni. Mashinalarni alohida bitta obzor qilamiz do'stlar. Hali obzorga mashinalardan vaqtimiz ham bo'lgan emas. Xo'p, polka qildik. Mana ko'rganingizdek, polkani polni железный qilib temirdan zo'r qilib yasattirib, ustalar qo'li gul ustalar. Polni tepasiga yangi zapchastlar taxlaymiz. Sotilayotgan, uстановка qilayotgan zapchastlar ham bemalol bo'laveradi. Murojaat qilaverasizlar. 24/7 polni zapchastlarimizdan muammo bo'lmaydi. Servisimizning ko'rinishi do'stlarim, keyinligi shulkasi, konditsionerlar, ventilyatsiyalar, polni hammasi adayagacha inshaalloh hammasi poplanib qilindi do'stlarim. Xo'p, shu yerda bitta kachir uстановка qilsak, joylarni tashab ketganmiz. Ko'rganlaringizdek, servisning bu ko'rinishi, ikkita eshik kirib chiqishga bir-biriga xalaqit bermaydi. Bu servisimizning ko'rinishi bo'ladi do'stlarim. Yoqqan bo'lsa, yo'lakdan qizatirib qo'yasizlar. Like, podpiska esdan chiqmasin do'stlarim. Bizdan uzoqlashmaylar. Kuzatishga davom etinglar. Zo'r videolarni biz postga joylab boramiz. Sizlar bilan Dilshod avtomobilni kuzatishga davom etinglar do'stlarim. Qilayotgan ishlarimiz hammasini obzorini, sochini, mochini qilamiz.